Sizda mahsulot zo'r, xizmat sifatli, jamoa kuchli, lekin baribir doimiy mijozlar oqimi yo'qmi? Unda bu video aynan siz uchun foydali bo'ladi. O'zim kimman va meni nima uchun eshitishingiz kerak? Ismim Sobirjon, digital marketing bo'yicha mutaxassisman va shu kungacha 40 dan ortiq loyihalarda faoliyat olib borib, bu loyihalarda umumiy hisobda $700,000 dan ortiq sotuv qilishga yordam berganman. Ko'pchilik tadbirkorlar xatolardan o'rganish orqali o'sishadi. Ular har safar yangi mijozlar qayerdan keladi degan xavotirda yashashadi. Kechalari uxlay olmasdan yangi strategiyalarni tuzishadi, lekin bularning ko'pi faqat vaqtlarini oladi. Ko'pchilikda yaltiroq obyekt sindromi bor. Ularni har yangi narsa o'ziga tortadi. Hammasini o'zim qilishim kerak deyshadi, lekin buning natijasi charchash, stress va ishdan bezish bilan tugaydi. Biznes yuritish oson emas. Go'yo ko'r holda daraxtlar orasida yurayotgandek bo'lasiz. Lekin gap siz haqingizda emas. Gap sizning mijozlaringiz va ularni qanday qilib jalb qilishingizda. Agar siz begona odamlarga sovuq qo'ng'iroq qilishdan, har safar yangi lidlarning orqasidan qo'shdan charchagan bo'lsangiz, siz to'g'ri joydasiz. Tasavvur qiling, bir kun ertalab uyg'ondingiz va CRM'ingizga qarasangiz, lidlar bilan to'lib ketgan. Siz dam olayotganingizda ham yangi mijozlar tizim orqali kirib kelyapti. Bu to'xtovsiz ishlaydigan reklama emas, algoritm emas. Bu strategiya. Bugungi kunda reklamalar bir xil va zerikarli bannerlar bilan to'lib ketgan. Agar siz olomondan ajralib turishni xohlasangiz, ya'ni hamma bilan bir xil reklama qilmasdan, o'zingiz ular orasida ajralib turishni xohlasangiz, siz mijoz sizdan hali sotib olmasligidan oldin unga foyda berishingiz kerak. Shunda sizni reklamangiz reklamaga emas, yechimga aylanadi. Ko'pchilik tadbirkorlar menda hamma narsa zo'r deyshadi, jamoa kuchli deyshadi, mahsulotim zo'r deyshadi, xizmat sifatli deyshadi, lekin doimiy mijozlar oqimi yo'q deyshadi. Bilasizmi buni nimaga o'xshataman? Mashina zo'r, lekin benzin yo'q. Chunki hozirgi kunda yetarlicha trafikni Facebook yoki Google dan sotib olishingiz mumkin. Ya'ni siz reklamangiz ko'radigan odamlarni Facebook yoki Google dan pul to'lab sotib olishingiz mumkin. Lekin muammo shundaki, sizni ko'rgan odamlar sizdan sotib oladigan mijoz emas. Chunki siz ularni hali yetarlicha ishontira olmagansiz. O yüzden bir o'ylab ko'ring, agar nimadir sotib olmoqchi bo'lsa, uni sotib olishdan oldin u narsaga agar ishonadigan bo'lsa, keyin sotib olamiz. Agar ishonmasa, bu narsani sotib olmaymiz, to'g'rimi? Aynan xuddi shu jarayonda, ya'ni mijozlaringizni ishontirish kerak bo'lgan jarayonda sizga varonka kerak bo'ladi. Varonkani sizga oddiy tilda tushuntirib beraman. Tasavvur qiling, ko'chada bitta begona odamni ko'rdingiz. Unga borib turib, "Meni mahsulotim bor, shunaqa, shuni sotib olasizmi?" desangiz nima deydi? Albatta yo'q deydi, chunki u sizni hali tanimaydi, siz bilan ishonch o'rnatmagan, siz bilan hech qanaqa aloqa o'rnatmagan. Shuning uchun sizga sirazi rad javobini beradi. Lekin siz avval unga foydali narsa, maslahat yoki yordam bersangiz, u sizga ishonadi, keyin esa sotib oladi. Varonka ham xuddi shunaqa tarzda ishlaydi. Ko'pchilik birinchi uchrashuvda yoki birinchi qarashda o'zida sotib olishlarini so'rashadi. Keyin hayron bo'lishadi. Nima uchun odamlar meni mahsulot yoki xizmatimni sotib olishmayapti deb. Aslida sabab juda oddiy. Siz mijoz bilan yetarlicha munosabat qura olmagansiz. Biznesda ham hayotdagi gap juda oddiy. Avval ishonch, keyin sotuv. Bu misol har bir soha uchun ishlaydi. Restoran, ta'lim, xizmat, IT, savdo, hatto B2B uchun ham ishlaydi. Siz bu videoni oxirigacha tomosha qilgan bo'lsangiz, sizni o'zgarish istagingiz bor. Endi oldingizda ikkita yo'l turibdi. Birinchisi, avvalgidek har oy yangiliklarning orqasidan quvasiz. Ikkinchisi bo'lsa, biznesingizga lead generatsiya tizimini o'rnatib, mijoz o'zi sizni topadigan biznes qurasiz. Agar ikkinchisini tanlagan bo'lsangiz, pastda tugma chiqadi. Shu tugmani bosib, 30 daqiqalik bepul konsultatsiyaga yozining. Konsultatsiyada aynan sizning biznesingiz uchun strategiya tuzamiz. Joylar soni cheklangan. Bu oy faqatgina 30 ta tadbirkor bilan konsultatsiya qila olaman. Chunki fizически ulgurmayman. Shuning uchun o'z joyingizni band qilmoqchi bo'lsangiz, hoziroq pastdagi tugmani bosib konsultatsiyaga yozining. Konsultatsiyada ko'rishguncha.